Bitta pasportga hech qanday oylik doxod va kafillarsiz 2 xonali tayyor remont holatidagi kvartira kerakmidi? Aynan mana shunaqa kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Uyimizni bir boshdan obzor qilib beraman. Asosiy qurilish eshigi, mana bu yerga oyna yoki prixoja shkop yasasak bo'lar ekan. Ishdan kelganimizda kiyimlarimizni ilamiz yoki chiqib ketayotganda oynaga qarab bemalol chiqib ketaveramiz. Endi esa bu tarafga kirganimizda mana shunaqa prixojani ko'rishimiz mumkin. Bu tarafda uyimizning spalnisini o'zini balkoni ham mavjud. Uyimizning umumiy maydoni 59 metr kvadrat. Bu tarafga o'tganimizda alohida sanuzellarni ko'rishimiz mumkin. Bu taraf yuvinish xonasi. Bu tarafimiz esa uyimizning asosiy hojatxonasi. Uyimizda tayyor remont holatida. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz. 16 qavatli domni 9-qavatida joylashgan. Bu taraf uyimizning oshxonasi. Mana bu esa uyimizning zali hisoblanadi. Biz hozir Sergeli Bobur mahallasiga kelganmiz. Mashina bozorga 2 kilometr radiusda joylashgan. Mana shu tayyor remont holatidagi kvartiramizni birlamchi ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich $18,900 bilan bitta pasportga hech qanday oylik doxodlarsiz bir kunda oformit qilib uyimizga ko'chib kirishingiz mumkin. Pastda nomerlar bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.